Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Wow! Hozir borib shuni naklika qilib chiqartirib mashinamga yopishtirib olaman. Yani futbolkamga ham chiqartirib olaman. Nimagaligini o'zim bilmayman, lekin hozir suyushti qilaman men. Menda savol bor, shunaqa naklika yopishtirib oladiganlarga nima maqsadda buni yopishtirdingiz? Bu sizga motivatsiya beryaptimi yoki har ko'rganda xursand bo'lyapsizmi yoki o'zingiz tinchlantirish uchunmi? Fikrlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, bemalol fikr almashamiz. Biron tanishingiz shunaqa naklika yopishtirib olgan bo'lsa, unga videoni jo'natib qo'ying. Albatta u ko'rib chiqib o'zini fikrini bildirsin, kommentariyada yozsin. Albatta fikr almashamiz. Demak, sizni fikringizcha orzular orzuligicha qolib ketmasligi uchun yurak urib turishni o'zi yetadi. Ya'ni yurak urib tursa bas deb qo'yibdi. Lekin qarang, yurak hozir alkashlarda ham urib turibdi, qimorbozda ham urib turibdi. Kun bo'yi reels ko'rib, bekorchi reelslar ko'rib, har xil vaynlar, tupoy videolar ko'rib o'tiradigan qirt bekorchidan yurak urib turibdi. Lekin u orzusidan ancha yiroqda. Orzungiz orzuligicha qolib ketmasligi uchun yurak urib turishni o'zi kam. Ya'ni sizda fikrlash, izlanuvchanlik, kreativlik, ilm olishga qiziqish, disiplina, doimiy ravishda o'z ustida ishlash, ya'ni har kuni kechagi kuningizga nisbatan biroz yaxshiroq bo'lishga harakat qilish, ya'ni progressga intilish, har tomonlama, ham ilm jihatdan, ham jismonan, ham ruhan har kuni o'z ustingizda ishlab, biroz bo'lsa-da kechagiga qaraganda yaxshiroq versiyangizni o'zingizda yaratishga bo'lgan harakat, mana shu narsa sizni orzungizga yaqinlashtiradi. Albatta, kichkina oylikli, ya'ni kichkina maoshli ishda ishlayotgan bo'lsangiz, siz Maybach yoki Porsche olishingiz uchun juda ham ko'p vaqt kerak bo'lishi mumkin va siz ancha-munchaga pul orttira olmasligingiz mumkin. Shuning uchun yangi kasb, til o'rganib, moliyaviy erkinlikka erishishga harakat qilishingiz kerak. Hech kim sizni naklikangizni ko'rib, "O, shijoati baland bola ekan, orzusi bor ekan" demaydi. Aksincha, bu naklikangiz hozir juda ham oz kulgili holatda turibdi. Orzungiz bormi? Davay olg'a intiling. Rejalaringiz, orzularingiz o'zingizda ichingizda saqlab turishga harakat qiling. Ya'ni biron tanishingizga ham aytmang kerak bo'lsa. Chunki shunaqa narsa bor. Agar sizda bironta rejangiz yoki bironta ish qilmoqchi bo'lsangiz, agar bironta sizga aytsangiz, uni miyangiz uni xuddi qilgandaqa qabul qilib qo'yadi, sizda motivatsiya tushib ketib qoladi. Shuning uchun agar orzungiz bormi, maksimalni harakatingizni qiling va iloji boricha faqat o'zingiz miyangizda o'shani saqlab turing. Ya'ni orzungizga bo'lgan harakat faqat boshlanishida o'zingizda bo'lishi kerak. Ertadan emas yoki dushanbadan emas, hozirda o'zidan, mana hozir videoni qaysi paytda ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirda o'zidan mana sizda vaqt bor o'zingiz ustida ishlashga. Odatlaringizni, hayot tarzingizni tahlil qilib ko'ring. Bir kunda necha soat reels ko'rasiz yoki Instagramda yo bironta joyda statistika bo'limiga kirib qarasangiz, sizga o'zingizga sezilmasligi mumkin, lekin kamida har kuni 1 soat, ya'ni bu kamida 1 soat reels ko'rishga yoki ijtimoiy tarmoqlarda birovlarning hayotini ko'rishga sarflab qo'yyapsiz. U ham yetmagandek yana nechtadir tanishingizga bir nechta reels jo'natasiz. Ularni ham vaqtini olib chalg'itib. Reels ko'rgani ketgan vaqt shu aytaylik 1 soat ketgan deylik, bu kamida 1 soat, nima aytaylik 1 soat. Shu 1 soatni bir ilm olishga sarflasangiz, 1 yilda bitta yangi sohani o'rganib bir ish boshlashingiz mumkin. Yoki yana o'ylab ko'ring. Siz qancha sigaret chekdingiz? Spirtli ichimlik ichasizmi? Porno ko'rasizmi yoki qimor o'ynaysizmi? Mana shunaqa zararli odatlar sizni orzungizga yaqinlashtirmaydi ham, даже joydan turadi. Faqat orqaga tortib, orqaga botqo'likka tortib ketadi. Shuning uchun bunaqa narsalardan uzoq yurish kerak. Shuning uchun do'stlar, stiker yopishtirib, o'zingiz o'ntirib yurmangda, harakatni qiling. O'zingizga ishlang, o'zingiz zo'r versiyangizni yarating. Orzungiz yaqin, harakatdan to'xtamang.
Do'stlarim, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar va albatta fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Okay.